sayyoramizning barcha burchaklarida alpqomat jonivorlar yashaydi. Bu mavjudotlarning kattaligi insonni hayratga soladi. Dasturimizning bu qismida maqsadim sayyoramizning ulkan jonivorlarini topish va hayvonot olamida o'lcham qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunishdan iborat. Men Osiyoga yo'l olaman. Kattaligini ko'ryapsizmi? Har ikki Amerika va Afrikaga boraman. Mana buni kuch desa bo'ladi. Uni hatto sezmay qopman. Sizga jonivorlar omon qolish uchun o'z kattaligidan qanday ustalik bilan foydalanishini namoyish etaman. Va o'tmishga qaytish hamda tarixiy davrgacha yer yuzida izg'ib yurgan darozlar bilan uchrashishga urinib ko'raman. Hozirgi kunda ko'plab yirik jonivorlar muammolarga duch kelmoqda. Bu ummondagi plastik chiqindilar va iqlim o'zgarishlaridir. Ko'pincha eng katta mavjudotlar muammolardan ko'proq aziyat chekadi. Bu dasturda har ikki Amerikaga boraman. Alyaska o'rmonlaridan to Patagoniya sohillarigacha. Bu qit'alarning alpqomatlariga iloji boricha yaqinroq boraman va ularning sayyoramiz salomatligini saqlashda qanday o'rni borligini o'rganaman. Daroz jonivorlar bilan uchrashishga tayyorlaning. So'nggi ulkan yirtqichlar, bahaybat pahlavonlar zaminini ko'rasiz. Alpqomatlar. Montana shtatining inson yashamaydigan hududlari. Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu Shimoliy Amerikadagi quruqlikda yashovchi eng yirik yirtqichlardan birining makoni. Bo'zayiq. Orqa oyoqlariga turganida katta bo'z ayiqning bo'yi 3 metrga yetishi mumkin. Uning mushak kuchi bizon kabi yirik jonivorni yiqitishga qodir. Lekin bu qo'ng'ir ayiqning shu qadar kattaligiga yagona sabab emas. Ularga bunday ulkan jussa nima uchun kerakligini bilish uchun iloji boricha oldiga yaqinroq borishga harakat qilaman. Bu katta ayiq, juda katta ayiq. Yo Xudoyim. U men tomonga kelyapti. Buni qarang. Aql bovar qilmaydi. Qoziq tishlari kattaligini ko'ryapsizmi? Nima uchun unga bunchalik yaqin bora olyapman bilasizmi? Chunki uni kichkinaligida odamlar qutqarib qolgan va katta qilishgan. Lekin hozir 16 yoshli bu erkak ayiqning eng kuchga to'lgan vaqti. Oldiga yaqin borgandagina bu ayiqning naqadar katta ekanini chinakamiga his etish mumkin. Uning vazni yarim tonnadan ortiqroq. Bu hammasi sof mushaklar. Tirnoqlarni ko'ryapsizmi? Juda katta. Uzunligi 8 santimetrga yetishi mumkin. Yelka mushaklari esa bo'z ayiqning oldingi oyoqlari kabi sayyoramizdagi har qanday jonivornikidan
kuchliroq ekanidan dalolat beradi. Bunday kuch ular uchun qishki uya qazishda juda zarur. Bu juda ajoyib. Ayiq oldingi panjalardan aslida mo'ljallangan maqsadida foydalanayotganini o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. O'ziga in qazish uchun ayiq 1 tonnacha tuproqni qazib olish kerak. Bo'z ayiqlar yilning 7 oyga yaqin eng sovuq davrini inida uxlab o'tkazadi. Ular faqat o'zining yog' zaxirasigagina tayana oladi va bu vaqt ichida tanasi vaznining 3 dan 1ni yo'qotadi. Katta sovuqdan omon chiqish uchun yetarli darajada yog' to'plab olishi lozim. Shu bois ham bo'z ayiqlar bunchalik katta bo'ladi. Ammo aslida bu darozlarning kattaligi atrofidagi olamga qanday ta'sir qilishi odamni hayratga soladi. Va buni ko'rish uchun eng yaxshi joy Alyaskadir. Sayyoramizdagi eng ko'p bo'z ayiqlar aynan shu yerda yashaydi. Sohilda yurgan bu ayiqlar butun qishni inida o'tkazgan va hozir juda holdan toygan. Ozuqa yetishmaydi. Natijada o'zaro to'qnashuvlar avj oladi. Ammo har yili tabiat barcha jonivorlar uchun to'kin ziyofat uyushtiradi. Har yoz ummonda yashaydigan 100 millionlab sulaymon baliqlar o'zi qachonlardir tug'ilgan joyiga uvuldiriq tashlash maqsadida ushbu sovuq suvli daryolarga suzib keladi. Bu hayratomuz ommaviy ko'chish jarayonidir. Ayiqlar uchun esa bu kaloriyaga boy katta yo'ldek gap. Og'ir vazniga qaramay, bo'z ayiqlar juda tez harakat qilishi mumkin. Mushakdor oyoqlari unga joydan tez qo'zg'alish imkonini beradi va uning tezligi soatiga 65 kilometrga yetishi mumkin. Ularni kuchli biologik ochlik hissi boshqaradi. Bu giperfagiya deb ataladi. Bir kunda ular 30 tacha sulaymon baliqni tutib yeyishga qodir. Navbatdagi qishki uyquga tayyorlanar ekan, yarim yilda ular 180 kilogramga semiradi. Bu ziyofatning qoldiqlaridan boshqa jonzotlar ham bahramand bo'ladi. Shunisi qiziqki, bundan faqat jonivorlargagina foyda bo'lmaydi. Sulaymon baliq go'shtida ummondan kelib chiqqan ozuqa moddalar mavjud. Masalan, azot va fosfor. Ular daraxt va o'simliklar o'sishida juda muhim. Bunday katta miqyosda baliq tutib, o'rmonda tentirab yuradigan ayiqlar o'simlik va daraxtlarni mana shu zarur o'g'it bilan ta'minlaydi.
Tutgan Sulaymon balig'ini suvdan quruqlikka olib chiqqan ayiqlar atrofdagi o'rmonlarning deyarli chorak qismini o'g'it bilan ta'minlaydi. Ishtahasi karnay bo'lgan yirtqichlar qoldirgan go'ng yerni o'g'itlab, ekotizimni boyitadi. Biroq Alyaskadan tashqarida bor yo'g'i 1,5 mingta bo'z ayiq qolgani xavotirli holat. Ayiq kabi ulkan jonivorlar tarixida yirtqichlarning o'zgargan sharoitga moslashib olgani haqida misollar ko'p. Ikki million yil muqaddam har ikki Amerikada bo'z ayiqning ancha yirik ajdodlari yashagan. Ulkan qisqa tumshuqli ayiqlar. Bu og'irligi 1600 kilogramm bo'lgan o'ta qudratli etxo'r yirtqichlar edi. Ammo kichikroq va epchilroq yirtqichlar paydo bo'lishi bilan kattaligi ularga ustunlik bermay qo'ydi va bahaybat ayiqlar bizning olamdan yo'q bo'lib ketdi. Omon qolgan Alyaska bo'z ayiqlarining ta'siri ancha katta. Ular dunyoning mo'tadil hududidagi eng bepoyon o'rmonlarning bir qismini ozuqa moddasi bilan ta'minlashda davom etmoqda. Lekin yana bir Shimoliy Amerika darozi o'zini yana ham e'tiborga loyiq tarzda namoyish etadi. Bu yirtqich atrofidagi jonivorlarga katta foyda keltiradi. Bu ishda hatto daryolar yo'nalishini ham o'zgartirib yubora oladi. Kulrang bo'ri. Ularning bo'yi 1 metrga yetishi mumkin. Va bu itlar oilasining eng og'ir va yirik yovvoyi vakillaridan biridir. Bo'rilar to'da bo'lib ov qiladi va tezligini soatiga 70 kilometrga yetkazishi mumkin. Ushbu ajoyib yirtqichlar o'zidan 10 barobar yirikroq jonivorga hamla qilishga qodir. Ozuqa qoldiqlari quzg'un, chiya bo'ri va hatto ayiqlarga ham yegulik bo'ladi. Biroq 20-asrning 30-yillariga kelib, Yellowstone milliy bog'ida mana shu muhim jonivor turi deyarli qirib tashlangan edi. Bo'ri o'zining ancha yirik ajdodi bo'lmish, butunlay yo'q bo'lib ketgan afsonaviy yirtqich izidan borishga tavakkal qildi. Dahshatli bo'ri qachonlardir odamlarning ajdodlarini qo'rquvga solgan. U hozirgi bo'rilardan chorak marotabacha kattaroq bo'lgan. Kuchli jag'lari va katta tishlari hatto bizonning suyagini ham maydalab tashlagan deyishga asos bo'la oladi. $200 ming yildan ortiqroq vaqt ilgari bahaybat bo'ri har ikki Amerikada ham hukmronlik qilgan. Ammo 10 ming yil muqaddam bu tur qirilib ketgan.
Lekin Yellowstone'da qariyb yo'q bo'lib ketgan kulrang bo'rining taqdirida ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. 20-asrning 90-yillari o'rtalarida 31 ta bo'ri bu hududga qayta qo'yib yuborildi va tez orada ekotizimda ajoyib o'zgarishlar kuzatila boshlandi. Loslar yo'q qilib yuborgan tolzorlar tiklana boshlandi. Natijada suv qunduzlari ko'proq to'g'on qurdi va ariqlar paydo bo'ldi. Daryolarning yo'nalishi o'zgarib, baliq, hasharot va qushlarning soni ko'paydi. Hozirda Yellowstone ekotizimida bo'rilar soni 31 tadan 500 taga yetdi. Bu preriyalar ulkan yirtqichlarning hayratomuz qudrati tufayli hamon shakllanib bormoqda. Ikki Amerika bo'ylab sayohatim meni Karib orollari, Dominikan sohillari yaqinidagi chuqur suvlarga boshlab keldi. Bu yerda alplar yashaydi. Ularning kattaligi ummonlarimiz salomatligini asrashda yordam beradi. Men izlayotgan mavjudot chinakam dengiz maxluqidir. Kattaligi 2 qavatli avtobusda keladigan chinakam Moby Dick. Kashalot. U tishli yirtqichlar orasida eng yirigidir. Hayvonot olamida eng katta miyaga ega. Bu chuqur suvda yashaydigan jonivorlar umrining ko'p vaqtini kalmar ovlab o'tkazadi. Kashalotni izlab topish mashaqqatli sinovdir. Lekin xayriyatki, ular yana bir ishni qoyilmaqom bajaradi. Kashalotlar sayyoramizdagi eng baland tovushli jonivordir. Ular juda qattiq chiqillagan tovush, kuchli zarba to'lqinlarini chiqaradi. Uni 10 kilometr olisdan eshitish mumkin. O'zini kit afsungari deya tanishtirgan Andrew Armour menga suv osti mikrofon orqali ularni topishda yordam bermoqda. Uni suvga tushiramiz va aylantiramiz. Bizga eshitiladigan eng baland tovushlar aynan kitlarniki bo'ladi. Endi vazifamiz chiqillagan tovushlarga quloq solishdir. Urinib ko'ramiz qani, bu ish berarmikin. Kitlar xuddi Morze alifbosiga o'xshash tarzda muloqot qiladi. Kodlar sifatida mashhur bo'lgan chiqillagan tovushlar ketma-ketligi orqali daraklashadi. Men bilan gaplash. Chiq chiq. Chiq 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 chiq. Chiq chiq, quloq sol. Ha, to'g'ri. Chiq chiq chiq. To'g'ri. Bu Karib kodi. Biz tovushdan ular Karib havzasida yashaydigan kitlar ekanini ajratib olamiz. Demak, bu kodlar kitlarning chiqillagan tovushlari ketma-ketligi ekanda. Va u aynan Karib havzasidagi kitlarning o'ziga xos tovushi, to'g'rimi? Ha, biz shundan ular mahalliy kitlar ekanini bilib olamiz. Kashalotlar ana bu tomonda. Motorni o't oldirib o'sha tomonga borish kerak. Kashalotlarni topamiz. Kashalotlar dunyodagi barcha ummonlarda uchraydi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarning natijalariga ko'ra, har bir guruhning o'z dialekti bor.
Bu aqlli mavjudotlarni tushunishga kelsak, hozirda juda kam ma'lumotga egamiz. Kitlar yuzaga chiqdi. O'ng tomonda 365 metr. 365. Suvga sho'ng'ishdan avval kashalotlar taxminan 10 daqiqacha dam oladi. Xonani kislorod bilan to'yintirish uchun 50 martaga yaqin chuqur nafas oladi. Bu unga yaqinroq borishim uchun yaxshi imkoniyatdir. Kashalotlar bilan birinchi uchrashuvimni hech qachon unutmayman. Ularning yaqinlashayotganini ko'rish, ulkan boshga qarash, chiqillayotganini his qilish ajoyib. Bu tovush to'g'ri yurakka yetib boradi va o'sha zahoti uning qudratini his qilasiz. Hattoki dahshatga tushasiz. Akvalangdan ko'tarilayotgan pufakchalar kashalotlarni qo'rqitib yuborishi mumkin. Shu bois freedivingni o'zlashtirib oldim, lekin bunga tayyorlanishni imkoni yo'q. Men tomon urg'ochi kashalot yaqinlashib kelyapti. Uning uzunligi 12 metrdan ortiqroq. Bu qadimiy jonivor 10 million yillik tadrijiy rivojlanish davomida deyarli o'zgarmagan. Faqat boshining o'zi tanasining 1/3 qismini egallab turibdi. Uning nafas olish teshigi, tabiatni o'zi yaratgan qudratli gidrolokatsiya tizimi o'ljani mo'ljalga olishda yordam beradi. Uzun va kuchli jag'larida 50 ta o'tkir tishlari bor. Ularning har biri 1 kilogramdan oshadi. Uni oldiga juda ham yaqin borgim kelmayapti. Biroq suv yuzasida men uni qiziqtirmayapman. Kashalotlar umrining 85%ni chuqur suv ostida ov qilib o'tkazadi. Uning mushaklarida kislorodni o'zida tutib turuvchi oqsil, mioglobin bor. O'sib borgan sari kashalot mushaklarida tobora ko'proq kislorod yig'ilib boradi. Demak, u uzoqroq vaqt ov qila oladi. Shu bois ham kashalot tanasining katta bo'lishi uning omon qolish garovidir. Ajoyib. Bu hayotimdagi eng unutilmas voqea bo'lsa kerak. Uning ortidan yetib olish uchun iloji boricha harakat qildim, lekin u uzoqqa suzib ketib qoldi. Dumini bir bor silkitganida bir zumda suv qa'riga singib ketdi. Kashalotlar 2 kilometrdan ortiq chuqur suv qa'riga sho'ng'ishga va dengiz tubida 80 daqiqacha qolishga qodir. Ular freediving bo'yicha yengib bo'lmas chempionlardir.
Juda ajoyib. Uzoq vaqt suvga sho'ng'ish ishtahasi karnay kashalotning qornini to'ydirishiga imkon beradi. Katta kashalotlar kuniga 1 tonnaga yaqin baliq va bosh oyoqli mollyuskalarni yeydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, kashalotlar sayyora miqyosda 7 ta baliqchilik sanoati korxonasi birgalikda ovlaydigan miqdorda baliq yer ekan. Biroq bu jonivorlarning biz uchun muhim tomoni ularning qorni to'yganidan keyin chiqaradigan najosatidir. Tanasini boshqa tomonidan qo'ng'ir bulutcha paydo bo'ldi. Bu nima ekanini juda yaxshi bilaman. Ko'rganingiz uni najosati. Hamma gap ana shunda. Kashalotning go'ngi tarkibida temir va azot bor. Suv yuzasiga chiqar ekan, u planktonlar uchun ozuqaga aylanadi. Fotosintez vaqtida ushbu zarradek o'simliklar atmosferamizdan zararli karbonat angidrid gazini o'zlashtirib oladi va uni ummon tubiga jo'natadi. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, faqat Janubiy Ummonning o'zida 200 ming tonnadan kam bo'lmagan uglerodning planktonlar tomonidan o'zlashtirilgani kashalotlarning sayyoramiz salomatligi uchun qo'shgan ulkan hissasidir. Shunday ekan, kelgusida ham bu alqomatlarni himoya qilishimiz lozim, toki ular o'z vazifasini xotirjam bajaraversin va chuqurga sho'ng'ib, ortiga iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim o'rin tutadigan o'simliklar uchun ozuqa moddalari bilan qaytsin. Inson 300 yil mobaynida kashalotlarni ovladi. Natijada ularning soni 3 dan 2 ga kamayib ketdi. Faqat hozirga kelib, ayrim bahaybat jonivorlar bizga g'aroyib tarzda omon qolish uchun yordam berishini tushuna boshladik. Endi men Janub, Braziliyaning ovloq burchagi tomon yo'l olaman. Bir 150 ming kvadrat kilometrdan iborat maydonga ega botqoqlik va yassi tog'ni qurshab turgan hududda juda katta jonivorlar yashaydi. Masalan, har ikki Amerikadagi eng katta mushuk yaguar. U qit'adagi barcha mushuksimonlardan 2 barobar katta. Daryo sohillarida esa suv cho'chqalar yashaydi. Bu dunyodagi eng yirik kemiruvchidir. Serpusht bo'lgan bu o'txo'r jonivorlar ulkan yirtqichning sevimli ozuqasidir. Men ana shu alp qomatni topmoqchiman. Bu sudraluvchilar avtobus kattaligigacha o'sishi, aylanasi esa 30 santimetrga yetishi mumkin. Men dunyodagi eng katta ilon, yashil anakonda, suv bo'g'mi ilonini izlayapman. Bahaybat yirtqich saqlanib qolgan so'nggi makonlaridan biri bu Badaken platosidir. Katta erkak ilonlar eng yiriga hisoblanadi va ularning og'irligi 4 tonnagacha bo'ladi. Bu ilonlar 30 yilgacha umr ko'rishi mumkin va o'lgunicha o'sishda davom etadi. Ular tanasi kattalashgan sari muntazam ravishda po'st tashlaydi.
Men suv yashil bo'g'ma iloni ushbu noyob tabiat hududi uchun nimasi bilan muhim ekanini bilish maqsadida mutaxassislar guruhiga qo'shildim. Oqim bo'ylab ko'tarilar ekanmiz. Yo'l-yo'lakay boshqa ulkan jonivorlar ham uchramoqda. Eshityapsizmi? Bu bahaybat qunduzning tovushi. Ular juda ehtiyotkor bo'ladi. Qarang, ana ular. Dunyoda bor yo'g'i 5000 ta ulkan qunduz qolgan va ularning ko'p qismi aynan shu yerda yashaydi. Bu juda kamyob manzara. Ularning burnini uchidan dumini uchigacha bo'lgan uzunlik deyarli 2 metr. Qunduzlar juda to'ymas ovchi. Daryolarda 300 turdan ortiq turfa baliqlari yashaydi. Qunduzlar ularning sonini tartibga solib turadi va ozuqa moddalarga to'la daryolarga turlar xilma-xilligini saqlab qolishda yordam beradi. Bunga aql bovar qilmaydi. Bu yerda qunduzlar yashashi daryolar tizimi juda ozuqaga boy ekanidan darak beradi. Ushbu bokira go'shada hamma tur vakillari ham rivojlanib, ko'payishi mumkin va barcha mavjudotlarning hayoti bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Yirik jonivorlar bu tizimning muvozanatini saqlab turadi. Daryo yuqorisi, platoda yashil anakondadan kelayotgan signalni tutdik. Jamoa bir nechta ilonga radio moslama o'rnatgan ekan. Biz ularning ko'payishini nazorat qilib turish uchun iziga tushdik. Bu urg'ochi ilonning uzunligi 5 metrga yaqin. U yolg'iz emas. U havoni tekshirib ko'ryapti. Tili havodagi barcha hid molekulalarini ilg'a oladi. Demak, hozir biz shu yerda ekanimizni bilib bezovtalanyapti. Uni ortiq bezovta qilmaslik uchun bu yerdan ketamiz. Oqim yuqorisida boshqa bir urg'ochidan kelayotgan signalni tutdik. Uni bir necha hafta ilgari ko'rishgan ekan. Menimcha u anavi yerda. Ha, unga yaqinlashyapmiz. Uni sohilda deb o'ylagandim, lekin hech qayerda ko'rinmayapti. Juliana, u qayerda bo'lishi mumkin? Sohilda ko'rinmayaptimi? Demak, suv ostida. Suv ostidami? U bo'g'ozmi yo'qmi bilish uchun suvga tushishimizga to'g'ri keladi. Ushbu ulkan urg'ochi ilonning uzunligi 7 metrdan kam emas. Juda katta ilon ekan. Odatdagidan ancha kattaroqqa o'xshayapti.
Dastlab uning tanasini daraxt poyasiga o'xshatdim. Tanasida do'ppayib turgan joyini ko'ryapman. Demak, u bo'g'oz. Yirik ilonlar bir bolalaganda 50 taga yaqin tug'adi. Ulkan yirtqichlarning yangi avlodi ushbu nozik ekotizimga yaxshi kelajakdan darak beradi. Bu tasvirlab bo'lmas ajoyib his. Hozirgi kunda suv yashil bo'g'ma iloni dunyodagi eng og'ir ilondir. Ammo 60 million yil muqaddam Amerikada ancha katta ilonlar yashagan. Kolumbiya shaxtasidan uzunligi London avtobusidan 1,5 marta ortiq bo'lgan kattalikdagi ilonning tosh qotgan qoldiqlari topilgan. Titana boa 1 tonnadan og'irroq. Tanasining aylanasi esa 1 metrga yetishi mumkin edi. Lekin bu ulkan sovuqqon yirtqichlar keskin iqlim o'zgarishiga moslasha olmagan va butunlay yo'q bo'lib ketgan. Braziliyaning ko'p sonli daryolari 4000 dan ortiq turdagi jonzot va o'simliklar makonidir. Hayotning omonat muvozanatini bu yerda turlar ko'payishi nazoratini ta'minlaydigan yirtqichlar saqlab turadi. Braziliyaning ulkan yirtqichlari har holda hozircha o'zining boy va nozik saltanatini qo'riqlab turibdi. Har ikki Amerika bo'ylab sayohatim menga sayyoramiz uchun alpqomat jonivorlar naqadar muhim ekanini namoyish etdi. Lekin biz oldindan aytib bo'lmaydigan o'zgarishlar davrida yashayapmiz. Tarixda ma'lumki, bunday vaqtlarda ko'pincha birinchi bo'lib eng yirik jonivorlar yo'qolib ketadi. Yaqingacha Janubiy Amerikada juda ko'p ulkan jonzotlar yashardi. Fararakoslar oilasiga mansub parvoz qilmaydigan qushning balandligi 3 metrgacha yetgan. O'zining uzun tumshuqlari bilan ular suyakni ham majaqlab tashlardi. Gliptodonlar esa avtomobil kattaligidagi ulkan zirhli jonivor bo'lgan. Ulkan yalqovlarning bo'yi jirafalarga tenglasha olardi. Lekin taxminan 11 ming yil muqaddam bu darozlarning hammasi ham iqlim o'zgarishiga dosh bera olmagan va yo'q bo'lib ketgan. Hozirgi kunda qit'adagi eng yirik mavjudotlar Argentina sohillarida yashaydi. Ular sayyoramizning o'zgarishlarini tushunishda bizga yordam berayotgani bu jonivorlarning naqadar muhim ekanini bildiradi. Har bahor bu yerda juda ko'p aql bovar qilmas jonivorlar yig'iladi. Janubiy dengiz fillari.
Hozir ko'payish mavsumi. Urg'ochilar bolalab, uni katta qilish uchun quruqlikka qaytmoqda. Bolasini bor yo'g'i 3 hafta emizib, katta qilgach, urg'ochilar yana juftlashishi mumkin bo'ladi. Bu yetakchi erkak dengiz fili, shu sohil egasi. Bu yerda 90 dan ortiq urg'ochilar yashaydi. Uni 4 tonnalik jonli torpeda deyish mumkin. Erkak dengiz fillari urg'ochisidan 10 marotaba og'irroq bo'lishi mumkin. O'z naslini davom ettirish uchun urg'ochilarni raqiblardan himoya qilishi lozim. Sohil egasi o'zidan ancha kichik jussali raqiblarni qo'rqinchli gavdasi bilan qo'rqitadi. Va balandligi 25 detsibelli ogohlantiruvchi tovushlar chiqaradi. Biroq ba'zida u ancha jiddiy qiyinchiliklarga ham duch keladi. Kuch jihatdan teng bo'lgan erkak dengiz fillari uni yengishga harakat qiladi. Faqat 10 ta erkak dengiz filidan bittasigina qolganlarni yengib, urg'ochi bilan juftlashishga muvaffaq bo'ladi. Ammo bu juda qimmatga tushadi. Sohil egasi yengildi. U chekinyapti. Eng kuchli ekanini isbotlay olgan erkak jonivor esa uning o'rnini egalladi. Endi darozlarning yangi avlodi dunyoga keladi. Bir necha haftadan so'ng juftlashish mavsumi tugaydi va butun koloniya ochiq dengizga qaytadi. Hali deyarli o'rganilmagan Janubiy Ummonda bu ulkan maxluqlar o'z kattaligidan foydalanib, boshqa jangda insoniyat bilan birga turib kurashadi. Dengiz fillari yiliga 20 ming kilometr masofaga suza oladi. Shuningdek, kalmarlarni izlab, Antarktikaning muzdek chuqur suv tubiga sho'ng'ishga qodir. Olimlar ularga sun'iy yo'ldosh orqali boshqariladigan moslama va sensorlar o'rnatishdi. Bu tariqa yig'ilgan ma'lumotlar tahlikali xulosalarga sabab bo'ldi. So'nggi yillarda dengiz muzlari har qachongidan ham tezroq erib bormoqda.
Biz ushbu ummon alqomatlari kuchidan o'z manfaatimiz yo'lida foydalanamiz va ular bilan birga sayyoramizning sog'lig'ini kuzatib boramiz. Bu ulkan jonivorlar shubhasiz odamda hayajon uyg'otadi. Ularning barini o'z ekotizimi doirasidagi muhim o'rni birlashtirib turadi. Butun Amerika bo'ylab yirik jonzotlar o'z saltanatini himoya qiladi. Barcha jonli mavjudotlarning hayoti bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bu dunyoda inson bu jonivorlar bilan yonma-yon yashashi va ularning kattaligi nozik zaminimizni saqlab qolishda yordam berishi uchun bor imkonini ishga solishi lozim. Alqomat jonivorlarni yo'qotsak, ular saqlab turgan o'ta nozik muvozanatni yo'qotamiz. Hozirda sayyoramizni o'zgartirishga tobora kuchliroq qodir bo'la borar ekanmiz. Bu borada mana shu bahaybat mavjudotlardan saboq olib, ularni kelgusi avlodlar uchun asrab qolishga harakat qilishimiz darkor. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.